Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Yaqinda Kaliforniya shtatida dunyodagi eng katta muqobil energiya zavodi ishga tushdi. Shamoldan va quyosh nuridan quvvat olinadi. Lekin ko'plab ekologlar bu inshootga qarshi. Ivanpah Las Vegasdan 60 km masofada Kaliforniyadagi Mojave cho'lida sarob kabi miltillab turgan oynalar dalasi. Ivanpahda eng ko'p quyosh nuri mujassamlangan. Dunyoda boshqa bunday joy yo'q. Zavodda 170 mingta geliotrop oynalar o'rnatiladi. Ular yordamida quyosh energiyasi 3 ta minorada joylashgan qozonlarga yuboriladi. Qozonlar ishga tushib, ulardagi bug' turbinalarni harakatga keltiradi va energiya ishlab chiqariladi. Desmond bu haroratda 260 darajadan ham oshishi mumkin deydi. Quyoshning issig'ini eritilgan tuz shaklida saqlashimiz mumkin. Bu bizga hatto quyosh botganida elektr energiyasini ishlab chiqarish imkonini beradi. Oftobli joylarda, masalan, Xitoy, Janubiy Afrika, Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada quyosh energiyasini saqlash va to'plash masalasiga qiziqish katta. Ekologlar quyoshdan quvvat olish tarafdori, ammo tabiatga zarar yetmasin deydi. Cho'l bepoyon tuyulsa-da, odamlar uni egallagani sari jonzot va o'simliklarga ta'siri seziladi. Ular tirik qoladimi yoki asta-sekin nobud bo'ladimi? Shunisi muhim. Elisa Belenki biologik xilma-xillik markazida huquqshunos. Ayrim ekologlar Google kompaniyasi yordamida Mojave cho'lida qurilayotgan quyosh energiyasi zavodi o'simlik va hayvonlarga zarar yetkazishidan xavotirda. Bright Source Energy kompaniyasi yo'q bo'lib ketish arafasida turgan cho'l toshbaqalarini ko'chirish uchun $50 million sarfladi. Belenki bu yechim emas deydi. Ilgari ishlatilgan yerlar, masalan, eski konlardan foydalanish kerak. Quyosh batareyalarini uy, binolar va hatto mashinalar parkovkasi joylarida o'rnatish mumkin deydi u. Bright Source Energy kompaniyasi quyosh energiyasini Janubiy Kaliforniyaga sotib ulgurdi. Nasiba Tohir, Amerika ovozi televideniyasi. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.